Kechirish kuchliklarning xislatidir. Abduri Muhammad Yusuf. İnsanlarning turli qo'zg'atquchilarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Ba'zilar oddiy ishlar uchunmi nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va isil axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi va turli qiyinchiliklar ustidan g'alaba qiladi. Adam kamolatga yetgan siri ko'ngli ko'ksi keng bo'ladi, apuchan bo'ladi, kishilarning o'zrisini qabul qiladi, xatoliklarni kechirdi. Tantakdan biri uningga azor bergili tursa, u xuddi yo'lda o'ynayotgan sabiy bolalarning o'ziga tosh atqiniga qaragan paylasopga o'xshash egiz cho'qidan pastga boqadi. Ko'ngilning kayniga kirgan chaqda g'azab ba'zilarni sarang bo'lish darajasiga elib bordi. Hatto o'zlarini qon to'kmigicha oqlanmaydigan darajada haqoratga uchirganligini his qiladi. Ammo u axloqiy fazilatlarning qo'rg'onlari ichiga yoshiringan bo'lsa, bunchalik holga yetib qolmaydi. Boshqalarni kechira oladigan insonlar rostli kuchlik va irodalik insonlardir. Payg'ambar alayhisalom bu ma'noni bayon qilib, chelishishni yangan kuchlik emas, balki ochchig'i kelganda o'zini tutib olgan kuchlikdir deb ko'rsatgan. Kechirish va afu qilish ko'nglimizni rohatlantiradigan, bizni beoromlikdan va alamdan ozod qiladigan bir xislatdir. Boshqalarni kechirgan odam ko'nglida saqlab kelgan ochiqdan xalos bo'ladi, g'azab nafratdan ozod bo'ladi. Kechirish orqali tarliqdan kengirlikka, azobdan rohatga chiqqandek bo'ladi. Chunki biz boshqalarni afu qilgan vaqtimizda oldi bilan o'zimiz uchun qo'rqinishning o'rniga so'yguni, adovatning o'rniga keng qo'rsaqlikni tanlagan bo'lamiz. Bu bizning ma'naviy va jismoniy sog'lig'imiz uchun albatta foydali choradir. Agar biz kechirmaganda o'zimizni nafrat ichiga mahbus qilib olgan bo'lamiz. Chunki afu qilmaslikni qaror qilish deganlik o'zimizni azoblashtirishni davomlashtirishga rozi bo'lish deganlikdir. Kechirish o'tmishning dard alamlarini dilimizdan o'chirib tashlaganlik, o'zimiz tanlagan g'azab nafratning kishandillaridan o'zimizni ozod qilganlik va ko'ngil xushalliklarimizni qaytarib kelganlik bo'lib hisoblanadi. Arsiyatga uchirgan kishilar ko'p hollarda o'chini ololmaganligi uchun qattiq beoromlikqa, g'azab nafratga va psixik jihatdan og'ir qalaymaqonchiliklarga muhtila bo'ladi. Agar ular o'zlariga yomonlik qilganlarni kechirib o'tganda tog'dak og'ir bir yukdan xalos bo'lgandek rohatlanib qoladi, tan saqligi saq bo'lib qoladi. Kechirishning foydasi avval o'zimizga bo'ladi. Chunki biz kechirish orqali ruhimizning saflig'ini, ko'nglimizning aromini qaytarib kelgan va beoromlikdan qutulgan bo'lamiz. Siz g'azab nafratga ko'milib turib, hargizmo o'zingizni baxtli his qila olmaysiz va ko'nglingizni xush tuta olmaysiz. Aksicha siz ashu adovatdan va ashu ochiqdan qutulgan vaqtingizda xuddi pokiz havodan bir o'pdan nafas olgandekla rohatlanib qolasiz. Boshqalarni kechirish kuchliklarning xislati, yaxshilarning odati, aqlli kishilarning tadbiri, Alloh taolaning muhabbatiga sazovor bo'ladigan mu'minlarning axloqidir.